Beautiful lime. Wow, endi bunaqalari ham chiqdi. Butun dunyoda trend. Endi biz ham yeb ko'ramiz. Do'stlar, mana uni qaranglar. Men haqiqiy meva deb o'ylabman. Olmali, anorli, limeli, cherryli. Qani birinchi bo'lib limedan boshlab ko'ramiz. Lime. Bismillah. O'zing nordaro, shunday uyqulayni ochib yuboradigan emas ekan. Rosa O'zbekistonda ham trend bo'ldi, gilosligi. Ichida haqiqiy giloslar ham bor ekan. Olmaligini yeb ko'ramiz endi. Tabiiy olmas bu. Oxirgisi anorlisiga rosa qiziquvdim. Ye buni. Ye. No. Anorim rosa anorga ko'z teggan ekan. Kremi ko'proq bo'ladi. Buni yeyotganda o'shani bilib yeydi. Trend qursin. Haqiqatan lekin hammasi mazali. Yeb ko'ringlar, sizlar mazasiga baho beringlar. Keyingi qaysi mevalar bo'lsin? Kommentariy yozib qoldirib qo'yinglar. Like bosishni unutmanglar.